Diqqat, O'zbekiston pensionerlariga ajoyib yangilik. Hali bunaqasi bo'lmagan. O'zbekistonda o'rtacha pensiya 2.100.000 so'mga oshishi prognoz qilinmoqda. Barcha pensiyaga chiqmoqchi bo'lganlar yoki pensiya oluvchilar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, O'zbekistonda o'rtacha pensiya 2029-yilga borib 2.100.000 so'm bo'lishi prognoz qilinmoqda. O'zbekistonda o'rtacha pensiya miqdori 2027-yilda 1.800.000 so'mga, 2029-yilga borib esa 2.100.000 so'mga yetishi prognoz qilinmoqda. Bu Iqtisodiyot va Moliya vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan 2027-2029 yillardagi mo'ljallangan fiskal strategiyada nazarda tutilgan. Unda keltirilgan hisob-kitoblarga ko'ra pensiya xarajatlari 2026-yildagi 86.1 trillion so'mdan 2027-yilda 95.7 trillion so'mga, 2029-yilga kelib esa 119.4 trillion so'mga yetishi kutilmoqda. Pensiya jamg'armasi taqchilliklarni qoplash uchun 2027-yilga kelib davlat budjetidan 23 trillion so'm ajratilishi reja qilmoqda. Hujjatlarda amaldagi eng kam ish staji muddatining qisqaligi fuqarolarning rasmiy ishlashiga qiziqishini kamaytirayotganligi omillardan biri sifatida ko'rsatilgan. Shu sababli mehnat staji bilan bog'liq talablarni xalqaro standartlarga mos ravishda bosqichma-bosqich oshirish taklif qilingan, deyiladi ma'lumotda.